U shunchaki ishga ketayotgan yosh ona edi, 18 yoshda, 2 ish va 22 oylik kichkina o'g'il. Tayler Starks o'g'li Kayrini yolg'iz tarbiyalayotgan edi. U hali juda ham yosh bo'lsa ham farzandi uchun bor kuchi bilan harakat qilardi, ishlardi, charchardi, lekin o'g'lini boqish uchun to'xtamasdi. Ammo bir muammo bor edi. Ishonchli enaga topish juda ham qiyin edi. Shu paytda uning yuqori qavatdagi qo'shnisi Kimora Hodges yordam taklif qiladi. U Kayriga qarab turishini aytadi. Avvaliga hammasi oddiy ko'ringan, qo'shni, tanish odam, yaqin joyda yashashadi. Tayler uchun bu vaqtinchalik yechim edi. U bolani ishongan odamiga qoldiryapman deb o'ylaydi. Lekin keyin kichik belgilar paydo bo'la boshlaydi. Bir kuni Kayrining qo'lida ko'karish ko'rinadi, keyin esa labida shish paydo bo'ladi. Har safar bunga biror bir tushuntirish beriladi. Tayler xavotirga tushadi, lekin boshqa yo'li hozircha yo'q edi. U ishlashi kerak edi. O'g'li esa qarovsiz qolmasligi kerak edi. 2022-yil iyun oyining bir kechasida hammasi o'zgaradi. Kimora Taylerga xabar yuboradi. U Kayri sovuni yeb qo'ygani va allergik reaksiya bo'layotganini aytadi. Keyin surat ham yuboradi. Tayler darhol nimadir noto'g'ri ekanini sezadi. U ishini tashlab uyga shoshadi. Uyga kirganida esa oldida har qanday ona uchun eng dahshatli manzara turardi. Kayri hushsiz, og'ir ahvolda edi. U tutqanoq tutayotgandek holatda bo'lgan. Tayler avvaliga enaganing allergiya degan gapiga ishonishga urinadi, ammo shifoxonada shifokorlar unga haqiqatni aytishadi. Bu allergiya emas edi, bu sovun bilan bog'liq holat ham emas edi. Bu og'ir jarohatlar edi. Kayri zudlik bilan shifoxonaga yotqiziladi. Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun harakat qilishadi, ammo jarohatlar juda ham og'ir edi. Bir necha kundan keyin kichkina Kayri vafot etadi. Shu kundan boshlab bu ish oddiy baxtsiz hodisa emas, jinoyat ishi sifatida ko'riladi. Tergovchilar Kimora Hodgesning hikoyasini tekshirishadi. Sovun yedi, allergiya bo'ldi degan gaplar tibbiy dalillar bilan mos kelmasdi. Savollar ko'payadi. Agar bu allergiya bo'lmasa, nega jarohatlar bunchalik og'ir? Agar bu tasodif bo'lsa, nega shifokorlar boshqacha xulosa berdi? Agar bola xavfsiz joyda bo'lgan bo'lsa, nega u shifoxonada hayot uchun kurashayotgan holda o'lib ketadi? Yillar davom etgan sud jarayonidan keyin 2025-yilda hakamlar hay'ati Kimora Hodgesni aybdor deb topadi. U birinchi darajali bolalarga nisbatan zo'ravonlik bo'yicha hukm qilinadi. Sud unga umrbod qamoq jazosini beradi. Tayler esa o'sha kundan beri bitta haqiqat bilan yashaydi. U o'g'lini ishonchli deb o'ylagan odamiga qoldirgan edi. Bu ishning eng og'ir tomoni shuki, xavf begona insondan kelmagan. U qo'shni edi. Va ba'zan eng katta fojia aynan ishonchli bo'lgan joyda sodir bo'ladi.